Assalomu alaykum. Uzum Helper Pro botimizdan time slot olishni o'rganamiz. Bunda birinchi qiladigan ishimiz botimizga kirib start tugmasini bosamiz. Tilni tanlab olamiz, o'zbek tili. Undan so'ng xush kelibsiz. Iltimos quyidagi raqamni Uzum menejerlar ro'yxatiga qo'shing deb yozilgan va albatta raqam qo'yilgan. Ushbu raqamni ko'chirib olib, xodimlar bo'limiga o'tamiz. Tepa qismida xodimni qo'shish tugmasi bor. U yerda ko'chirib olgan raqamimizni qo'yamiz. Va albatta rolni tanlaymiz. Menejer bo'lishi mumkin yoki tovarlarni tayyorlash markazi xodimi bo'lishi mumkin. Xohlaganingizni tanlasangiz bo'ladi. Tanlab oldik. Endi do'konlarni kiritib qo'yamiz. Bizning holatimizda 3 ta do'kon bor va tayyor tugmasini bosamiz. Do'konlarimiz qo'shilib olganini mana ko'rib oldik. Endi botimizga o'tib olamiz va u yerda time slot tugmasini bossak bo'ladi. Bu yerda bizga hali do'kon qo'shilmaganligi haqida ma'lumot berilyapti va do'konni qo'shish tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga do'konni ID raqami kerak bo'ladi. Ta'minlashlar bo'limiga o'tib, u yerdan tepa qismidagi do'kon ID raqamlarini ko'chirib olamiz. Ko'chirilgan raqamni botimizga kiritib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz qo'shildi. Agar yana boshqa do'konimizni kiritmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi do'konni tanlab tepadagi ID raqamini ko'chirib olib, uni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Mana ikkita do'konni qo'shib oldik. Bundan so'ng biz orqaga tugmasini bosib, yana bir bor time slot tugmasini bossak bo'ladi. Bu yerda bizni qo'shilgan do'konlarimizni ro'yxati kelib chiqadi. Kerakli do'konni tanlaymiz. Bu yerda bizga yuk xati raqamlari kerak bo'ladi. Ularni do'konimizga kirib, yangi yaratilgan yuk xati raqamlarini olishimiz mumkin. Raqamni ko'chirib olamiz va botimizga kiritamiz. Bu yerda 2